Assalamu alaykum, sevimli azizlar. Hammalarning mushaqlarga xayrlik bo'lsin. Bugun men bir kino tavsiyasi bilan keldim. Başlashdan burun dunyoning har qaysi joylaridagi bizning mening YouTube kanalim orqali meni tunib, men bilan ko'rishgan, aloqalashgan, yaxshi tilaklarni bildirgan, kanalga yaqindan agishib, taklif fikrlarini aymagan dunyoning har qaysi joylaridagi barliq qarindoshlarimga salom yo'llayman va rahmat aytaman. Bugun oldin qitim bir film tavsiye qildim men. Rise, yani Terilish degan film. Bugun yana bir film huzuringlarda bo'ladi. Erkinlik yozuvchilari. Amerika hikoya filmi Erkinlik yozuvchilari. Bu film 2007-yili Mushu film shu 2007-yili ishlangan film Erkinlik yozuvchilari. Buningki umumiy voqealigini qisqachalamdab o'tib ketaman, lekin buni cho'qim ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Bu kinoning inglizchisini motordan topa olasizlar. Turkchisini topa olasizlar, YouTube'dan topa olmaysizlar, lekin boshqa ulanishlarda, boshqa kino tur bekatlarida borkan. Bu kinoningki meni intayin ta'sirlantirgan, soatlab ko'z yoshi qig'izib turib ko'gizgan o'zini bir film. Bu filmni men ko'rib turayotganinglar bir o'qituvchi. Bu o'qituvchi Amerikaning Kaliforniya shahridagi Long Beach degan rayondagi Wilson o'rta maktabining o'qituvchisi. To'liq o'rta maktabga to'g'ri keldi. Bular bu aralashma ma'rif deymiz, yani kaynaştırma eğitim deydi. Yaxşılar bilen yaman ballarni, saq ballar bilen mesela kusurluq ballarni bir yerге ekilip durup terbiyeleş arkalık bu cemiyet tarafından bir bulungu tıkılıp qavatkan yoki davamlı qarangılıqqa mahkum qılınavatkan ballarni mı Muşu biz yaxşı dep qaravatkan ballar bilen birge aralashtirış arkalık ularni yaxşı qılımız deydigan bir xil ma'rif şekli kaynaştırma eğitim deydi. Bunun da Türkiye'deki kaynaştırma eğitim, yani aralashma ma'rif sağlam ballar bilen meyip ballar, yani aqli yoki jismoniy jihatdan ba'zi kemtük ballarni birlikte bir sinf ichida bir muhit ichida tarbiyalashni ko'zladi. Endi bu filmdagi aralashma ma'rif nayt yaxshi o'rta maktab bu. Bu intayin obdan dağlık ballar yoki bo'lmasa normal ballar bo'lgan bu o'rta maktabga iliqidek qorong'u oq ko'chadagi shundoq sarson jinoyat o'tkazish nisbati bo'lgan turmalarga kirgan mushundoq bir har xil guruhlarniki ziyonkashlikka uchrab shu guruhlarning ichiga kirib ketgan mushta ballardan sinf tashkillab bu maktabda qiladi va mushu sinfga nurg'ulg'an o'qituvchilar kiribmi yana ketadi. Eng oxirida mushu muallim bu ballarninki hayotini o'zgartirdi. Endi qaraydigan bo'lsanglar, eng diqqatni tortadigani bu muallimninki mau rasmni qarasanglar kiyim-kechki. Tunji qitimda o'qituvchi bo'lib berish uchun u qadar diqqat qiladi. Kiyimlari, bo'yniga esib olgan majini, onadagin yopkisi, tang kang taliqichu o'zininki bir o'qituvchilik obraziga, balalarning oldidagi taqdirqiga intayin ahamiyat berdi. Endi bu haqiqiy bo'lgan bir hikoya. Haqiqiy bo'lgan bir hikoya. Mana ko'rayotganinglardek, haliqi o'qituvchining o'zi mana shu. Erin Crowell degan ayol, shu. Bu ayol nurg'un qiyinchilik uchraydi o sinfda. Dastlab kuni yana kelib yangi o'qituvchi bo'liblar, shunday bir sinfni tutqun uchun bu sinfda qadoq bolalar deb qo'ydik. Men o'qituvchi vaqtlarimda bizning maktablardan bormidi. Men o'qituvchilik qilgan zamonlarimda bunda bolalar maktablarda bordi. Ya'ni sinflarni ayirdik maktabda. Tajriba sinf deydik maktabda. Har qaysi sinflardagi eng no'chi bolalarni yig'ib tajriba sinf deb 2007-2008lardan misol elib turib deb beryapman. O'zim o'qituvchi bo'lgan zamonlarni. Shu zamonlarda biz eng yaxshi bo'lgan bolalar ayrim bir sinfga bo'ladi. Bir yoki ikki sinf, tajriba sinf deymiz. Bu sinfda asosliqi qo'sh til o'qitishi tajribasi asos qilinadi. Eng yaxshi o'qituvchilar kirdi. Eng yaxshi bolalarni tanlaymiz. Bu yerda tabiiy fanlarni xanzucha nimani uyg'urcha o'timiz darslarni-chu, ijtimoiy fan darslarini uyg'urcha o'timiz. Bolalar ichkari to'liq o'rta maktabiga tayyorlik qiladi asosliq. Eng yaxshi bolalarni tayyorlab shu xil shaklda qilamiz.
Onundan keyin qolgan sinflar ara normal sinflar bo'ladi. Onundan keyin kasbiy sinflar deb e, ayrılıp ketgan sinflarimiz bor. Bu kasbiy sinf degani amaliyotda dal shu qadoq sinf deb atab qo'ydi. Maktabga kelmaydigan sinf shu eng nachar, eski buni degandek ish qilib bir shundoq eng o'qituvchilarning yoki boshqalarning nazarida nachar deb qaralgan bolalarni bir sinfga shig'ib ularni kasb o'rgatamiz bular baribir dars o'si bilmaydi bir nimaga tushunolmaydi deb mushu xil narsa kasbiy sinflar deb ayrilgan. Men o kasbiy sinfga to'liqsiz 3 yillikdi. Men dal 20 yoshimda o'qituvchi bo'ldim. Shu sinfga men dars kirib baqqan. Bu filmni ko'rguncha o'zimni ko'rgandek bo'ldim. Shundoq sizning rasmingizni sizib qo'lingizga tutqizib qo'ydigan gapingizni anglamaydigan haliqadek o'rindiqni dab qilib chelib o'ynaydigan naqsh o'qiydigan bir birsiga ayirib laf chirib it o'ynaydigan sinf kiray desangiz eshikni ochay desangiz eshikning beshiga axlat biddasiga axlat elib eshikni ochsangiz beshingizga tugilib qolib qo'ydigan mana shunday ish qilib bizmi o'qishlik vaqtimizda bunday ishlar bo'lganmi bo'lgan bizmi o'qituvchi bo'lgan vaqtimizda bunday ishlar bo'ldimi mening beshimga axlat to'kilib ketmadi lekin ashuna bir sinfga dars kirdim ammo biz ularninki ajoyib nozik bo'lgan adan nurg'unlar ular sal qarag'an shu go'zal bir qalbidagi eng nozik his tuyg'ularni nurg'unlarimiz ko'ramay qolamiz-chu. Men manga ko'rish nisib bo'lgan o bolalarimni hozirmi garchi u chaqda yosh farqimiz jiq emas ham mening hozir jug'im kichik o bolalarim menda yo'g'on har yo'g'on bolalarda Ama hozirgacha eslayman, balki menim eslab turayotganda bek suyimlik bolalarim bordi. Bu sinfdami shundoq bir ota-onalar jinoyat o'tkazgan yoki bo'lmasa asosan oqtanliklar bir tal oqtanlik bola bor, bir nafar, qolgan hammasi qortanliklar yoki Janubiy Amerika va yoki bo'lmasa Osiyodan u yoq bu yoqdan kelgan butunlay kelgundi va shu jamiyatga shu Long Beach rayonidagi eng qorong'ulikda yashayotgan bolalar bular. Shulardan tashkillangan bir sinf. Shu sinfga kirdi tunji qatim dars kirgan vaqtida bolalar bir-biri bilan urushib ketadi, ma'lumni zangli qiladi, sen nimanga andaq mandaq degandek. Onundan keyin ma'lum hech voz kechmaydi, yil uni qilib boqadi, buni qilib boqadi, faqat natijasi bo'lmaydi-da. Shuning bilan bir kuni dars o'tib do'stga xat yozib olsam, birisi bir parça şu sınıfta bir bala var, kartellik bir bala. Bu balani o kadar set, mesela kalpuklarını mında kalıp çıkarıp bir set resimini sızıp sınıftan mısıdın, ders vaxtada yütkülüp lam en ahırda aş balının koluğa tekidu. Cemal deydiğen bir bala. Bu Cemal'ın koluğa tekkenlikin o körep şunda açık gelip gitti bunu malum körep kaldı. Körep kılıp dep şuna bir nersini dep berdi balağa. Bu resim deydi. Bu tarihi bir resim. Bilemsizler, İkinci Dünya Urushi mezgilida Yahudilarni kishilarga sad, askin, nachar, o'sal ko'rsatish uchun Yahudiylar mana shundoq intayin ko'rimsiz, sad qilib sizilgan. Kishilarning qalbida, kishilarning ko'zida Yahudiylar ajoyib qo'rqinchli, qorong'ulik, nacharlik, o'sallik, pastlikniki simvoli sifatida rasmlik shaklda shunday o'tirg'i chiqqan. deb bular intayin ig'ir darajada irqiy qirg'inchilik uchirgan. Davatgan vaqtda degandiki u bolalar yana kulayverdi. Nemish qanday qilsa, sen nima uchun buningga bu xil shaklda azob bersa deb. Degandiki sen bunda to'la saxtayliqdek isli siyoqqa kiribmanma debchu ma'lumni. Sen shu boshqa nimaga o'xshash bizni ko'zga ilmaysa, bizni to'yin ko'rsa, bizni davomli chetga qaqasa, ashuna deydi. Shuning bilan shu vaqtda bulungdi bir bola. Irqiy qirg'inchilik degan nima deb so'raydi. Ma'lum irqiy qirg'inchilikning nimaligini bildiganlar bormi deb so'ragan vaqtida sifatda bir shikis javob qiladi. Uning orqasidan tapancha tangilib baqqanlar bormi degan hammasi qo'l ko'tardi. Ma'lum hayron qoladi. Shuning bilan ertasi bir o'yin o'ynaydi sinfda. Sinfning qaq o'tirsiga bir tal ko'k ranglik mandaq nimani simli mandaq javobini yepishtirib sinfni ikkiga bo'ladi. Sinfni zaten ikki guruhga bo'linib ketgan. Bu xil guruhvazlik biz kichik vaqtimizda o'qigandan ba'di-chu, boshlang'ich maktabdan ba'di. Aning guruhi, maning guruhi, sen A tarafmi, ma tarafmi deydigan ish maktabda ba'di. Maktablarda bor bu xil tarafbozlik yoki ma'lum bir shoyqalashtirilish-chu. Ma'lum bir necha savol so'raydi. Boshqa yerdan kelganlar, kelinglar. Ailesi bir do'stini çatı deydi, shoyqila. Shoyqilarning ko'rishida, ustunlik tanlash ko'rishida
do'sti vafot etib ketganlar, bir do'sti vafot etib ketganlar bormi? Bor, hammasi keldi. 2'si, 3'ü, 4'ü, 10. O qadar o'xshash hikoyasi bor hammasining. Lekin hammasi bir-biriga dushman deydi. Hammanglar o'xshash. Sizlar birisining o'zinglarga bir yesdoshlik qilishini, o'zinglarni tushunishni orzu qilmamsizlar ajaba? Qaranglar, bir-biringlarni tushunishga urinib baqdinglarmi? Hammanglarning o'xshash bir hikoyasi bor. Shuning bilan ularga bir kundalik xotir yozadiganga nim berdi. Birdan xotir taqib berdi. Andan bu bolalarni hech qanday nimaga berib boqmabdi deb billa men sizlarni dala tamaqı yeydiğanға chiqayli, billa o'ynab aylanib kelayli deb. Hamda bolalar kitob olib berdi rost. Bu kitob baş maktab bu bolalarga beradigan kitobni belgilanmaydi. O sınıfta edem siyaqı nimalar yo'q. Kitobni bersak shititidi, uni kim to'laydi? Ular deb. Shuning bilan bu bolalar yangidan kitob so'qsaq, oxiri bu ma'lum ishdan sirt ichki kiyim sotadigan yerda ishdan tushib, u yerda ishlab topgan puliga kitob berib, bu bolalarning hammasi kitob so'qildi va bu kitobni o'qinglar deydi. Bu kitob dal ashundoq shoyqalashtirilgan, ashundoq shoyqalar ichidagi bir bolaning hayot aks ettirilgan kitob. Undan keyin bu bolalarga yana Annening kundalik xotirasi degan kitobni o'qishni tavsiya qildi va sovg'at qildi. Men oldin qitimqa bizningki kitob o'qish tavsiyasi programmamizda Annening kundalik xotirasini tavsiya qildim. Bu kitob nimada bor ekan? İstanbul'daki Qutadığulluq kitapxonasi oldin qapda borgan vaqtimda ko'rib keldim. Bir 3-4 dal turdi. Annening kundalik xotirasi. Buni yoshlarimiz, cho'nglar hammamiz, lekin shu balog'at yetishmazlikdagi bolalarga qanday kitob lozim bu deymiz-ku, ha. Shu bolalarga g'azab bo'ladigan kitob cho'qim o'qib chiqish kerak. Bu ma'lummi shu kitobni tavsiya qildi. Shuning bilan bolalarning qallasida ayni chog'dagi qirilgan, o'ldirilgan, hamma yerda chetga qilgan, dunyoning bir qorong'uligiga ishtirilgan, vahshiylarcha ashtaq bir muomalaga uchragan yahudiylarning hayoti haqida ozroq tushuncha ega bo'ldi. Şunun bilan bu ma'lum yana bir nimalarni qilib pul to'plab, bu bolalarni Yahudiy qirg'inchilik muzeyiga ilib bordi. Muzey kirgan vaqtida hammalarninki qandaq bir taldan karta chiqadi ekan va bu kartada bir bolaning yoki bir odamning rasmi bor endi. Buni hamda kompyuter qo'ysa, shu kishining hayoti qanday o'lganligi hammasi chiqadi ekan-ku. Bu bolaninki qo'liga, shu og'aning hammasini o'zining bir ma'naviy do'sti deb qaraydi ekan va u bolalar Yılqı kompüterda bularning hayot hikoyasini anglash jarayonida o'zining ma'naviy do'stlarining qanday o'ldirilganligini ko'rgandan keyin vujudi shundoq sizilib keldi ekan. Undan keyin bu Annening kundalik xotirasini saqlab qilib, nashr qilgan, hatto 2 Frank oilasini 2 yil shu yahudiylar qirg'inchiligidan saqlab uyga yoshirib saqlagan Mep degan ayol shu vaqtida hayot ekan. O ayol 1909 yıl tug'ilib 2010 yil vafot bo'ldi ekan, 101 yoshida. Bu ayolni hozir nima qilamiz? Bu shuning bilan bular mush ayol qo'yibdi, shunday yaxshilik qilibdi, hatto kitoblarni keyin ashning kundalik xotirasini kitob qilib nashr qilibdi degandan keyin nima degan esil odam, nima degan yaxshi odam. Yolg'iz Frank oilasidan iborat bir Yahudi oilasi emas, butun dunyoni o'zining muhabbati bilan, kichkina oddiy ishlari bilan qutqizgan ekan deb bolalarning qallasida bu ayol bir qahramonga aylandi ekan. Shuning bilan shu o'qituvchisi Erin xonim buni bu ayol yaşınıp qaptı, yaşı çoğun, Avrupa'da yaşaydı ekan. Biz hammamiz u yerga borg'idek aeroplan bilet pulimiz yo'q. O ayolni taklif qilsak deb, shuni onlayn barakelat chiqimlarini ko'tardiganga. Bolalar bilan birlikda dengiz bo'ylarida bular bir narsalarni qilib sotadi ekan. O'yin qo'ydi ekan, naqsh o'qib pul topadi ekan. Shunday qilib yurib, pulni yig'ib bu ayolni taklif qilib keldi ekan. Bu ayol haqiqatan kelamdi desanglar. Keldi bu ayol. Miyada bununki filmdeki kichkina ko'rinishini ko'zday qaranglar. Darımızı Amsterdam'a kadar Mip Gies'in kendisine gönderdi. Bayan G bir konuda kararını verdiğinde hiçbir şey için durdurmak mümkün olmuyor. Ve onu Long Beach'e getirmek için para topladıktan sonra işte karşımızdaydı. Buraya doğru gelen Aman tanrım, genç adam kim bu kadar acaba? küçük olmasını beklemiyordum. Merhaba. Hadi. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Orada da öğretmenimiz bayan. Bir Yahudi başına konulan ödül $2.
Paraya ihtiyacı olan biri Gestapo'ya haber vermişti. 4 Ağustos'ta gelip ofisimi bastılar ve bir adam bana silah doğrultup şöyle dedi: "Sakın sesini çıkarma. Tek kelime bile etme." Sonra doğruca yukarıya tavan arasına çıktılar. Kendimi o kadar çaresiz hissetmiştim ki enin çığlıklarını duyabiliyordum. Eşyalar devrilip kırılıyordu ve ben de yeniden evime koştum. Bir küpe ya da öyle bir şey aradım. Geri götürüp rüşvet olarak verecektim. Neyse, bunları aldım. Hepsini yanımda götürdüm ve oradaki asker silahını çıkardı, getirip başıma dayadı. Yahudi sakladığın için vurulabilir ya da kampa gidebilirsin. Sonra başka bir asker benim aksanımı tanıdı. O da benim gibi Avusturyalıydı ama beni Hollandalı bir aile evlatlık almıştı. Bu yüzden silahlı askere beni bırakmasını söyledi. 4 Ağustos'u hatırlamadığım ve Anne Frank'i düşünmediğim bir tek günüm bile geçmez. Evet. Daha önce hiç kahramanım olmadı. Ama siz kahramanımsınız. Ah, hayır. Hayır genç adam. Ben kahraman değilim. Hayır. Ben yapmak zorunda olduğum şeyi yaptım. Çünkü doğru olan şey de buydu. Hepsi bu. Burada hepimiz sıradan insanlarız. Ama sıradan bir sekreter ya da bir ev kadını ya da bir genç adam kendi elinden geldiği kadarıyla karanlık bir odada küçük bir ışık yakabilir. Öyle değil mi? Gönderdiğiniz mektupları okudum ve öğretmeniniz bana tecrübeleriniz konusunda pek çok şey anlattı. Kahraman olanlar sizlersiniz. Siz burada her gün kahramansınız. Yüzlerinizi kalbime yazdım çocuklar. Ee, On Adapted Mind Reading, stories are designed to build vocabulary and comprehension. There are hundreds of stories to choose from, and all Bu ayal Gollandiyadın Amerika kaçan şu ballar bilen köreşkilik kilodu ve bularınki kündülük hatırası ve müşahit hikayelerinin hepsini anlaydı. Ondan ki ahırda ballar bek təsirləndi bu işlerden. Şunun bilen toluq bir, yani birinci ikinci sınıf dep ataydı. Şu toluq birinci ikinci yıllıktaki sınıf vaxtlarında bu malum fakat birinci ikinci yıllıkla okutish nemisi bo'ldi ekanda 3-4 o'qitanmaydi ekan. Şunun bilen bu malumdan oradan başka malum almışydı degan vaqtida ballar yaqtab shundaqchiq bu jarayonda tuzilmani o'zgarsin bu malumimizla oxirigacha qolamiz dedi ve bu biz nima qilayotgan erkinlik yozuvchilari degan kitob mushu bolalarninki Aşı kündülük hatırlarını mavsum ahırda bir proje süptüde sizler hemenla yazıp çıkınlar dep hemmesi oturup özünün kitaplarını öz yazıp çıkıdı ve bu kitap erkinlik Freedom Writer İngilizcesi muşu şekilde kitap hakkında neşirden çıkıdı. Bu balaların hemmesinin hayatı da özgürlük buldu. Bu bütün Amerika'nın zilzileke salladı. Biz davamlıq deymiz o, qilich o'zgartolmagan nurg'un narsani qalam o'zgartirlaydi deb. Muhabbat orqali dunyoni o'zgartish degan balkim shu bo'lsa kerak. O'qituvchilikni qadar yaxshi ko'rdim. Yaxshi ko'rmayli ham. Munbarda turgan vaqtimda o'zimni eng baxtli his qilgan vaqtlarim bo'ldi. Biz o'zimizning ideyasini, o'zimizning o'ylaganlarini, o'zimizning arzu armonlarini, bilganlarimizni bir şekilde balalarimizga, keyingi avlodlarga yetkaza olamiz. Bu vaqotsiz ish.
Musafirətdə nurg'unlagan ana til o'qituvchilari dunyoning har qaysi joylarida qo'ldan kelishicha mayli bek yaxshi yoki ozroq yaxshi bo'lsin bir shaklda o'zininki bu jihatdagi xizmatlarini olib mengayotidi. Ularga samimiy cho'nqur salomlarimni va rahmatlarimni yo'llayman. Buning natijasini oxiratda va mushu dunyodami eng qisqa vaqt ichida ko'rish nasib bo'lg'ay. Undan keyin bizningki Mao filmdeki balla şu 14-15 yaşlık balla. Hemisi 14-15-16 yaş etrafındaki ballalardı. Bizdenki şu 14-15-16 yaş etrafımızdaki manım şunda karanlıkta kalgan ballarımız var mı? Var belki. Var, xeyli var. Mesela İstanbul'da müştaq yaşlarımız haqqında gepler bo'lindi. Ba'zi bularni o'zgartirish uchun ba'zi chora tadbirlar qo'llanilibdi deb angladim. Men o'zim bevosita ko'rishib qilib boqmagandan keyin bu vaqtda hozir aniq sizlarga andaq-mandaq deb bir gap qilolmayman, ammo biz bak qaltis o'qituvchilarga ehtiyojimiz bor. Mush yerda bir hikoya deb bergim kelyotidi, amaliy bo'lgan bir hikoya. Mening bak aqlli bir singilchiqim bor. Biz to'rda tanışkan, Yusra'nı ko'rishib bakmadık, vatanda turdi. 2016'da tanışkandım. Bu kızның hayat hikayesi mundaq. Bizninki ota-onasi kichik chig'ida ajrashib ketgan. Dadasi bek qimavaz. Ondan keyin onasi boshqa bir odam bilan to'y qildi. U odam shunda o'salda bek eski bir odam hamdi. To'q so'qashtirishga amraqgan va bu to'qini alaydi boqqizga bu qiz bola. Kichik 6 yosh chog'larda shundaq to'q qalayimqan bir nima berib qolgandim bu qiz bolani shunda o'g'illari esidi ekan. Undan keyin cho'ng opasi boqdi. Keyin u opasi yana boshqa yerga to'y qilib ketdi-damdi o'zining onasi. Bu qiz bola cho'ng opasining qishida qoladi. Va boshlang'ich 2 yoki 3 sinf vaqtlari bo'lsa kerak adabiyot o'qituvchisi yoki shu prinsipdan boshlabmi bu qizni alayda shunda bek aqlli sinfda bek yaxshi nim oladi, tarbiyalaydi. Bu qizning hamda boqqan cho'ng opasi nomi yaxshi emas va shu jutda hamdayliqdek eski nom olib qolgan va shundoq o'zini setish bedeliga pul topadigan bu xil ishni shu yeshidimi davom qilib kelgan bir ayol hamdi. Shunda bir muhitda cho'ng bo'lgan bu qiz. Ammo vatan, millat, e'tiqod, ko'z qarshi ajoyib aniq, suzuk va keskin irodali qizdi. Bu qiz deydi. Meni o'qituvchim qutqizib olgan. Balkim shu o'qituvchim uchirmagan bo'lsa, men u qorong'ulik ichida nim bo'latdim bilmayman. Chunki men tek to'liqsiz ishni bitirmay turiblam, ba'zi ishlarga zo'rlangan. Shuning bilan men chiqroq o'qituvchimninki yanida qoldim. Undan keyin to'liqsizni bitirmaylam. Shu moyoqda 6-oyda bitirib bo'lgach 7-oyda o'ziniki tuqqanlardan birisining bolasiga majburiy yotliq qilib qo'ydi. Bir oydek turdi va bu jarayonda bu yoq shundoq nesh chekadigan, o'ynab yuradigan bir bola. Bu qiz qochdi. Qochib, shu jutidan putida oyoq yo'q, baqqa chiqdim deb bog'ning so'ngichi bilan qochdi-da, buni qochib ketdi deb hammiz davomli ishni qo'liplab turgan ekan. Shunday qilib soylarda yalangoq putlar qanab ashunda bu taqdirdan qochdi. Kitob o'qiydi, shundaq nim qildi, bir yerlarda ishlaydi, bir zavodlarda. Undan keyin hozirgi yo'ldoshi oilasi, shuna baxtli oilasi bor. Bu yo'ldishimda kitob o'qiydigan bir bola bo'lib, bu ishkelan. Shuna baxtli ikki bolasi bor, yashayotdi. Demakchi o'g'limda atrofimizda shunday qorong'ulikda yashayotgan nurg'un yoshlarimiz, bolalarimiz bo'lishi mumkin. Bizningki bak yaxshi o'qituvchilarga ehtiyojimiz bor. Yaxshilar bilan uchrashtirsin degan duoni har vaqt qilishimiz o'zimiz uchun, bolalarimiz uchun, atrofimiz uchun va shunday yaxshilardan bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Bu filmdagi meni ajoyib ichimdan larziga solgan narsa shu. Bu o'qituvchining hech qanday qiyinchilikqa bosh egmasligi. Ma qoida tuzum mandati yoki mandati emas. Bu bolalar tarafidan u qadar chaqarat qilindi, ammo yana hech qachon bundan voz kechmaydi. Andikina shu neminingki qaraydigan bo'lsanglar, ma ayol mush amli haqiqatan ba ayolmish shu Erin Grovel Tedmon birde so'zlagan nimalar bor ekan, men ismini kirgizib, sizlar YouTube'dan nutqlarini anglab baqsanglar bo'ldi. Oddiy bir o'qituvchi
Əməliyyatda qaltis işlarni qilish uchun, qaltis yorilish, yo'qmas qaltis hech kim qilolmagan ishni qilish hajatsiz. Balki bir ishni iqtidoriga yetkazib, butun kuchi bilan, butun vujudi bilan qilish kerak. Ma'rifning kuchiga, ma'rifningki insonlarni o'zgartiradiganiga, dunyoni go'zallashtiradiganiga ishonadigan bir o'qituvchi hammasi zangli qiladi. Hammasi zangli qildi. Mana bu kitob, shu Freedom Writers degan kitob shu. Mavoyliqi əmli ballar şu, əmli reallıqdaki ballar şu, o sınıfda şu asaslı kartellik ballar yoki Asiya uyoq bu yoqdan kelgan ballar bor. Hammasining oilasining ajoyib ichinishlik hikoyasi bor şu. Ajoyib qop-qorong'uchilikda yashaydi bu ballar. Maktabga kelgani bilan ularni ikkinchi qislam tapanchilar, uya bu yoq qo'rqinchlik ashda yashaydigan ballar bu. Mana ma ayol shu iliqi Annening kunlik xotirasidagi Anne Frank var. Şu Anne Frankni shularning oilasini 2 oy saqlab, 2 yil oilasiga yo'shirib, uning orqasidan kunlik xotirasini saqlab, nashr qiladigan ayolmish shu, Yevropadan kelgan, Miyab Guran degan. Mavo shu sinfni o'qish bitirish marosimidagi amaliy rasm, haqiqiy reallikdagi rasm shu. Ya'ni bu amaliy bo'lgan bir hikoya vaqa. Bu kinoni tavsiya qilish bilan birga men atrofimizdagi biz Oy tova acaba manda ulab qaptı, andakin, mandakin dep kep qılıp ötep ketiyotganlarımızның muhabbetke, qutquzilishqa, ularni shu qaranlıqdan tatib chiqardigan qarang'uliqdan bir uzatılgan bir qo'lga ehtiyoji borligini unutib qolmasligimizni umid qilaman. Bizningki ijtimoiy mas'uliyat tuyg'umiz kuchayishi kerak. Masalan, Turkiyada bir kichik bola yugurib mangan bo'lsa yo'lda biraylan taqqidilam opang nada dadang nada yugarsang mashina so'qvatmisin to'xta deb atrof qarab ota-onasini izlaydi. Endi bizningki men Urumchida bunday bir necha qatam yo'liqqan, lekin manda shaklda yo'liqqanmi shu cho'ng bozor, lekin shu Senshxonza atroflarida masalan qilayotganmiz taqat qo'lini tutamiz, bir bola yig'lab turgan tursa voye, ma balası qaylmay nima ish qilganda, bular manda tanqidlab qo'ydi. Ketadi bir saylan balani tutib, otang nada, anang nada deydiganlar azroqchu. Azroq demdi. Bunda degani margiz o'zimizni nachar deb haqidan tushish emas, bani ba yo'qni yo'q deyish kerak. Mushuning o'zi ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usi. Bu balni agar balkim onasi izlayotganda tutib turay shunami, ma yo'lda nima qilmasin. Masalan, yo'lda ig'ir narsa ko'tarib aram mengib qolgan bir saylan bo'lsa, taqdirda yordamlash beray deb ko'tarish berishning o'zi bir ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usi. Mashinalarda o'tirgan vaqtimizda uzun yo'llarda birsiga o'rin berishning o'zi ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usi. Bu narsalar kuchayishi kerak. Biz bular orqali dunyoni go'zallashtiramiz. Amaliyatim shamildar vaqtda, optizga chiqqan vaqtimizda bek qistilib qo'soqlar urilib qilib ketgan vaqtida birlarining o'rin berishi ajoyib cho'ng yaxshilik qilgandek. O'zingizni bir xil shuna qadrlik, hurmatlik, ona bo'lganligingizda shu bo'libmi qo'soq yo'g'ini oxirgi oylarda to'lg'oq yeb, bel og'rib, manganmay ashunda turadigan bir zamonlarda soatiga bir hojatxonaga borg'isi kelib bu vaqtlardagi ashunaq boshqalarning ko'rsatayotgan voy miyada o'tiring, voy manda qiling degandek bu narsalarni bizga o'zimizni shuna qadrli his qildirdi ya. Bir bolalar uchun, bir cho'nglar uchun qilayotgan oddiy bir ishlar bizni ozroqcha patatimiz hech qisi yo'q. Masalan, ba'zi o'rtirib qolamiz, putlarimiz og'rib ketadi, lekin shu o'rin berishmi bir kishiga nisbatan bizning qilgan hech bir yaxshiligimiz bekor qolmaydi. Ular ko'rsatayotgan qadr-qimmatlarimiz bizga bir shaklda, boshqa bir shaklda qaytib keldi. Shuning uchun o'ylayman men bolalarımızga avval o'zimiz ulgu bo'lishimiz kerak. Ularningki bu xil yaxshilik bilan yomonlik, go'zallik bilan bu xil ko'rimsizliklar aralashib ketgan bir dunyoda ularningki tanlash iqtidorini oshirish uchun biz harakatimizni go'zallashtirishimiz kerak. Ular qo'limizni uzatishimiz kerak. Barliq mana shunday o'qituvchilar ko'plab yetishib chiqqay. Balalarımız müşta o'qituvchilar bilan uchrashqay va har birimiz mana shunday o'qituvchilar ro'yini o'zimizda yetildirgan kishilardan bo'lish uchun tirishaylik. Bugungi tavsiyam shuncha bo'lsin. Hammanglarga rahmat. Xayr xo'sh.